Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan ve dünyanın her qaysı joylarida vatansiz yashashga mecbur bo'layotgan aziz vatandoshlarım, yaxshimisizlar? Bugun 2023-yili 12-oyning 13-kuni chorshanba. Men vatandoshlar Ablajon Leylinman Amerikadan so'zlayapman. Bugun men xuddi sizlarga o'xshashla vatansizlik dardida o'zgalarning davlatlarida musafirlik hayot kechirishga mecbur bo'lgan bir qarindosh, vatandosh hamda taqdirdoshanlar bo'lish sifatim bilan vatansizlikning ne kadar ig'ir bir zulm ekanligini o'rtoqlashmoqchiman. Dunyoda vatani, yani azad, hür, müstakil devleti bulmagan bir kişi, meyli o dünyanın qaysi orunlarında, bulun puşkaklarında yaşamışsın, hatta oyga çıkıp yaşamışsın, o yanıla biçarıdır. Vatansiz kalgan bir kişinin, taşki dünyada meyli o kandak bir bayaşet, ve kandak bir isil hayat ve kandak bir hatırcam yaşadığın qat'i nazar, onun hayatı hiç kaçan bir bütün hayat hesaplanmaydı. Mesela ben 1996 yılı 6. ayda Amerika'ya gelip tunca qitim Uygurlarının davasını, Uygurlarının avazını Amerika'nın meclisi, avam palatasıga epkirgen tunca şəxslərinin biri hesaplanıman. Ben 96 yılı Amerika'ya kelganimdan tatip hazırgacha top to'g'ri 27 yıl bulup açtı. Ben Amerika'da kanun okup, yani xalqaro kanun okup, til öğrenip, onundan keyin Amerika'da siyasi panohlik tilab, turmuşum intayin xotirjam, to'qqizim tel, hiç hicalatim yok, nayeti yaxshi yaşayotgan bo'lsam-mu, ama her günlük hayatımda, her dakika, her minut, her saatlerde bu vatansizlik derdinin özemni intayin bitchari his qilib kelyapman ve his qilaman. İşinimen ki sizlarmi ham shundoq. Undaq bo'lsa bizga o'xshash mana mushundaq zimini, davlati ve tuprig'i, düşmanning siyasi suiqasdi, hilmikri ve tajovuzchiligi tufaylidan uning mustamlikasiga aylanib, xalqi tashqi dunyoga surgundi bo'lib, sargandar bo'lib yashashdak mushundaq bir hodisiga, mushtaq bir ichinishlik reallikqa yuzlangan bizga o'xshash millatlar zodi tashqi dunyoda nima ishlarni qila olamiz ve nima ish qilmag'izimiz lozim. Aziz vatandoshlarım, biz ilgirki nutuqlarimizni to'xtamay anlatib keldik. Bizga o'xshash surgundi bo'lgan millatlarning tashqi dunyoga chiqib, surgundi hukumatlarni qurish, uning asosiy qonunlarini turg'izish, davlat apparatlarini, ya'ni hukumat apparatlarini qurib chiqish, tashqi dunyoda oliy sud qurib chiqish, askar qurish ve askar tarbiyalashga o'xshash nurg'unlagan haq ve huquqlarning borlig'ini biz xalqaro qonunlardagi ayrim moddalarni misol qilib sizlarga tushuntirish uchun shuncha tirishdik ve to'xtamay tushuntirib kelyapmiz. Demak, bizga o'xshash mana shundaq vatani qonunsizlarcha başka bir hakimiyet tarafidan monopol, yani osmonatsiya qilinib olgan millatlarning tashqi dunyoga chiqib o'zlarining ashu mustaqil hür devletini qayta qo'lga keltirish uchun ko'plagan xizmatlarni ilib bora oladiganligini angladik, anglayapmiz ham anglatdik. Uningdan boshqa yana faqat xalqaro qonunlar emas, Janobi Allah ve uning eng muqaddas kitobida bizga o'xshash millatlarning qiz singillari, onalari, ochilari ve uning mazlum xalqi dushmanning tapini ostida xo'rlikqa uchraganda, ularning balları ota-onalardan ayırıp etilib, ularning kimligi o'zgartirilib, dinleri ve etiqadları ig'ir daxil tarzga uchragan chig'ida bundaq bir millatning erkeklerinin zimmasiga tushadigan vazifasining nima ekanligini hammamiz obdan bilamiz. Undaq olsa, bizning tashqi dunyoda ilib boradigan ve bağmakçı bo'lgan
Shundaqla bizning bu qitim xalqimizni safarbar qilib qurmoqchi bo'lgan markaziy hukumatning birdan bir maqsadi va uning zarurligi nada? Birinchisi, biz nima uchun Uyg'urlar bir millat sifatida o'rnidan turib, bir taldan belat tashlash orqali o'zlarining tashqi dunyodagi hukumati va uning raisini saylab chiqib, shu orqali xalq o'zi qo'llab, o'zi saylab, o'zi bekitgan bu rais ve o'zi orqasida turib qo'llagan bu hukumat orqali xalqaro munosabatlarga kirish ve sağlam siyasi ve diplomatik munosabat elib berishning naqadar muhimligini nazarda tutib, biz xalqimizning bir millat sifatida o'rnidan turib, o'zlarining saylash ve saylanishdan iborat bu muqaddas huquqini ishga oshirish orqali bir siyasi merkezi hukumatni qurib chiqishga tashabbus qilyapmiz. Bundaq desak, bir qism vatanparvar qarindoshlarimiz bizga savol qo'yib, Ablajon efendim, sizlarning merkezi hukumat qurish uchun chaqiriq qilganliklarini angladik. Sizlar nima uchun hozirgi mavjud tashkilotlar ichidagi eng kuchligidan ish qilaoladigan va qilayotganlardan birini tanlablam, shularning keyiniga xalqni qo'zg'ab, xalq ularni qo'llash orqali boshqa o'zlarini Sharq Turkiston surgun hukumati deb atavagan tashkilotlarni tamoman amaldan qoldirsak bo'lmamdi degandek bir savolni o'tirib qo'yibdi. Bu savol qaramoqqa intayin to'g'ridek ko'rinsimi, lekin cho'nqirlab tahlil qilsak butunlay xatodir. Sababi mayli biz e'tirof qilayli, qilmayli. Mayli xalqimiz qo'llasin, qo'llamasin. O'zlarini xalq vakillari tarafidan saylandik biz deb o'zlarini birdan bir Sharq Turkiston surgunda hukumatining qonunliq hukumatimiz deb atayotgan hozir 4 hukumat mavjud. Eng achinarligi shuki, bu qitim bir qism vatanparvar qarindoshlarimiz o'ttirg'i chiqib, xalqni safarbar qilib, xalq saylami orqali biz bir saylam elib boramiz, hukumatlarni birlashtiramiz deb chiqib, xuddi chapig'ini adolaymi deb ko'zini qarg'o qilib qo'ygandek, ularni chiqib mavjud burunqi o'zlari aytlayotgan Sharq Turkiston surgunda hukumatlaridanmi intayin qaloq bir shaklda bir qancha kishi mediaga chiqib o'z ichidan rais saylanib, xalqimizning siyosiy sapasiga ve xalqarodagi numus sharifi obro'yiga intayin ig'ir darajada ziyon soldi. Shuning uchun biz bularning ichidan birini tanlab ilib, qolganlarini tashlab o'tish bilan bu masalani hal qilolmaymiz. Sababi bular o'zlarini biznimi xalq vakillari saylagan, bizmi birdan bir qonunliq Sharq Turkiston surgun hukumati deydi de o'z oldiga bangvoshlik bilan ish elib berib, o'zlari xalqaro munosabatlarga xalqning ruxsatsiz kirib, vaqti kelgan chaqda dushman bularning ichidagi yumshoqvash gap anglaydigan ve o'zi gap anglatish ko'ziyotgan bir hukumatni tanlab chiqdi de uni iqtisod, kuch ve her xil jihatdagi sharoitlardan unumli foydalanib, intayin yuksak bir o'ringa ko'tarib chiqib, nayet tez vaqt ichida uni Uyg'urlarning tashqi dunyodagi yoki Sharq Turkiston surgun hukumatilarning tili bilan aytgan chaqda Sharqiy Turkistonliklarning birdan bir hukumati qilib ko'tarib chiqib, ularni ozdirish yoki ulardan foydalanib xalqaro kelishim ve shartnomalarga imzo qo'ydirish orqali millatimizning tashqi dunyoda elib boradigan haq davosi, ya'ni mustaqillik zimin haq talab davosini tamamen nayet ig'ir o'ngshab bo'g'ilib bo'lmaydigan darajada ziyonga uchirtishi mumkin. Uning uchun biz bularning ichidan birini tanlab, qolganlarini tashlab bilan bu masalani hal qila olmaymiz. Ammo mushu hozirgi mavjud Sharq Turkiston surgundi hukumatlarining o'zlarini rais deb atavagan bu kishilar darhol butunlay vazifalardan istifa berib, o'zlarining nomzodligini biz da'vatgandek xalqning bir taldan bilet tashlab saylab chiqishiga suna olsa, mayli hozirgi mavjud hukumatlarning bo'lsin yoki mavjud tashkilotlarning bo'lsin va yoki xalq ichidagi ilg'or shaxslarning men mushu xalqni to'g'ri yo'lga yetaklayman deydigan har qanday bir shaxs bo'libmi bu Sharq Turkiston surgun hukumat deb atavagan bu hukumatlarning raislari haqiqiy vatanparvar bo'lsa, haqiqiy qalbida vatan millatning menfaatini eng yuqori o'ringa qo'ya oladigan bo'lsa, u holda butkul shaxsiy ziddiyatlardan kechib,
ve şəxsi mənfəəti ve şərəfvazlığından keçib, öz namzatlığını dərhal xalq içine koyup, hazırki vazifesinden istifa berəlsə ve xalq tərəfindən sayılıb kim çıxsın, o umumi xalqның bir tal avaz bilen sayılıb çıkan bir reis olsa, biz elbette onun arkası turumuzla emas, kollayımız. Çünkü biz hiç kaçan bu merkezi hükümetini kuruş arkalık onundan vazife iliş, ya ki menfaat iliş ve ya ki onun reisi buluştek hiç tamarımız yok. Biz bunu fakat halis Allah yolunda milletimizden menfaati için nöbetteki vaziyette kem bozu bulmaydıgan halkımız ciddi hareket gelip bir millet süptüde orundan durup bu meseleni yani bulup mu bu halktan ayrılgan, halkını kılç göz kılmagan, özleri tarafından saylangan bir neçe vekiller bilen özlerini reis dep atıylip, halkı vakaleten iş kılıp bağmakçı olan bu benvaş siyasi gruplarını biz muşu şekilde uğuşayalayımız. Eğer bunlar rast milletçi olsa, darhal vazifelerinin istifa belgeligini ilan kılıp, özlerinin namzatlığını halk içine taşlanış gerek. Halk tarafından sayılış gerek. Eğer şundak olsa, biz vaadimizde turumuz ki, ularının arkasında turuşlamaz, biz onu kollayımız. Aziz vatandaşlarım, bizden çokum bir güçlük halk tarafından itiraf kılıngan, halk tarafından kurulgan, halk tarafından söylengen bir hükümetimiz buluşu şart. Şu çağdılan bu hükümet taşkı dünyadaki bazı bir iktisadi yardımlarga ihtiyacı bulmaydı. Küçke ihtiyacı bulmaydı. Milletimiz onu özü saylaganken arkası durup onu iktisat, küç her cihetten kollaganlık için o azrak iktisatını başka yerden ep koyup özünün asasi kanun ve prensiplerini tegiştirmeydigan, nayeti müstakil faaliyet ilip baraydigan küçlük bir Uygurlarının birden bir vekili bolgan taşkı dünyada Uygurlarga vakaleten halkaralık kelişim ve nizamnamalarga kol koyalaydigan birden bir merkezi hükümetini kurup çıkalayımız. Onun için bu qitimki vatandaşlarımızdan sorulan sual idi ki, hazırki mevcut teşkilatlarının içinden birini kollap kalganlarını yetim kaldırış arkalık bu meseleni hal kılışka kat'i bulmaydı. Onun için biz yukarıda degen sözümüzden arkasında turumuz. Eğer yani bu mevcut hükümetler hazırkidek izchil türde birleşiş emas köpeyişke karab yüzülünüp, halkımızın içige özünün namzatlığını kösetmey mana bu şekilde meňiwatganlygy üçün biz bularni bütünley emelden kaldırışның birden bir yolu bularni içikip sotlup etkili yoki hemmisini tizip içikip isip üttürüp etkili bolmaydy. Onun için bunu hakiki emelden kaldırıp özüge boysundirdigan birlik güç bar. O bolsa halkım sizlarning güçüňler, sizlarning awazıňlar, sizlarning bir taldan taşlagan belitinglarning güçü bilen bu milletning bir merkezi hükümeti kurulup çıkıdy ve hazırkidek milletinden ayrılgan ve milletinin numusi şerifini yerge uğan bir devletinin içinde bir kança hükümetini kurup çıkıp halkımızın halkaradaki numusiga eğer derecede ziyan etkizgen bundak bir kısım gruplarını bütünley emelden kaldırıp halk tarafından kullanılan bir hükümetini vücuda çıkaralayımız. Halk bunu sizler kılalaysızlar. Sizlerden başka hiç kim kılanmaydı. Onun için halk ornumuzdan durup tokta. Bu davanın ilgisi biz. Biz biktimiz bu hükümetin reisini, biz biktimiz bu siyasetini, biz belgileyimiz senin elip bardığın iş faaliyetlerini, bizden ayrılsan sen mevcut emezsen diyalışımız gerek. Onun için biz halkımızın orundan desturup, özlerinin saylaş ve sayılıştan ibaret bu mukaddes hukuklardan paydalanıp, taşkı dünyadaki barlık özlerine vekillik kılmakçı bolan teşkilat, hükümet ve partiyelerini halkımız arkası turup nazaret kıldıgan. Bulup mu hükümetinin reisini halk öz içinden saylap çıkıdığan bundak bir vaziyetini şekillendirmemiz lazım. Onun için biz Uygurlar için bir merkezi hükümetinin ne kadar mühimliğinden ibaret bundak bir mühim meseleni aldığınızlarına koyup sizlerinin yardımınızlarını ve sizlerinin birlikte bir millet üstünde ornumuzdan desturup aramızdaki ilgirki barlık ziddiyetlerini bir yak kayırıp koyup vatan milletinin menfaati için çokum birleşip, ittifaklaşıp, hemkarlaşıp iş ilip verişik çakırvatımız. İşinimiz ki halkımız orundan durup özlerinin hak hukuklarını ve özlerinin sayılıştan ibaret
bundaq bir muqaddas engüşlərinin qolida bar ekanligini bilgan kuni bu millatning tashqi dunyoda elib boradigan barliq faoliyatlari cho'qim g'albilik va sistemalik holda elib berildi. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.